Assalomu alaykum Jahongir Tok kanalining aziz obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar, aziz obunachilar, aka-ukalar, opa-singillar, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, xabarlaring bor. Biz faqat Sankt-Peterburg shahridan ish ko'rardik. Bizlar bir videomizda aytib o'tgandik, Moskva shahrida ham ish ko'rgandik, ya'ni voditellikda va iskalatda. Biz o'sha voditellikga ham, iskalatda ham batafsil ma'lumotlarni aytib o'tamiz degandik. Hozir mana iskalatni haqida to'xtalsak, iskalatni ishlari juda ham oson. Ayol kishiga 2,5 mingdan, ya'ni 2,600 dan to 3,5 minggacha, aka-ukalarimizga 3,5 mingdan to 4,5 minggacha oylik deb aytib o'tgandik. Moskva shahrida kimlar ish kerak bo'lsa bizga murojaat qilishlari mumkin. Iskalat haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Iskalat qanday? Iskalatga faqat xuddi mana bu nima deydi, azon iskalatiga o'xshab tovarlar keladi. Ya'ni Sankt-Peterburg shahriga zakaz tushadi, yuk jo'natish kerak bo'ladi, Xitoydan yuk keladi. O'shalarni albatta ajratish kerak. Qaysi shaharga, ya'ni qaysi gorodga ketayotgan bo'lsa, tovar ajratiladi. Misol telefon, kimdir jo'natgisi keladi, posilka, kimdir boshqa narsa, o'shalarni har bir gorodda o'ziga terib qo'yiladi. Ishlar juda ham oson. Oyliklari qanday? 2 xil degan savolga javob berib o'taman. Ya'ni ish vaqti 12 soat bo'layotgan bo'lsa, kimda qiziqsa shu ishi, ya'ni pul ishlamoqchi bo'lsa, ishdan tashqari holat, ya'ni 12 soatdan tashqari, ya'ni 5 soat, 4 soat qo'shimcha ish qo'shiladi. O'shanga ham pul yoziladi. Shuning hisobiga ayollarniki 2,600 dan 3,5 minggacha, erkaklarniki 3,5 mingdan 4,5 minggacha chiqadi oyligi. O'z vaqtida beriladi, oyliklari yaxshi. Iskalat ko'proq odam ishlaydi, yana odam kerak deyapti. Nechta odam bo'lsa, uning ahamiyati yoshlari ham 50 yoshgacha mumkin. Ya'ni 18 yoshdan 50 yoshgacha aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz har birlari murojaat qilishlari mumkin. Voditellikka aytib o'tganmiz, oyliklari 90 mingdan 150 minggacha. U ham xuddi shundoq ish vaqti va magazinni zakasiga qarab, magazinga ko'proq magazin zakasi olib borilsa, ya'ni xilib tashiladi bazadan magazinlarga. 90 mingdan 150 minggacha oylik. Unga ham 4 nafar to 6 nafargacha aka-ukalarimiz kerak. Biz buni oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz, yana takrorlab o'tamiz. Aziz aka-ukalar, opa-singillar, bizga ko'plab mana shu ishlar bo'yicha murojaat tushyapti, ya'ni odam juda ham zarur. Agar kim shu ishlarga qiziqayotgan bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Biz video davomida nomerlarimizni yozib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilishlaring va biz bilan batafsil ma'lumot olib, shu ishga borib joylashlaring mumkin. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Salomat bo'linglar. Yana yangi videolar ko'rishguncha xayr, ko'rishguncha.